Qishning eng chillali paytida siz bahor muhitini ko'rganmisiz? Albatta buni ko'rmoqchi istasangiz, mana shu Oymoq qishlog'ida joylashgan 25-o'rta ta'lim maktabiga keling va kelib o'zingiz guvohi bo'ling. Mana maktab rahbari Hikmatjon Yakubov saylandi-yu, bu yerda bahoriy muhit hukm sura boshladi. Bugungi lavhamiz mana shu edi. Rishton tumanidagi 25-maktab tuman markazidan anchayin olisda joylashganiga qaramay, bu yerda olib borilayotgan ishlar markaz maktablaridan qolishmaydigan darajada. Maktab hovlisidagi manzarali daraxtlar hamda maktab foyesidagi anvoyi gullar sizni go'yo bahor fasliga yetaklagandek bo'ladi. Isitish tizimlari muntazam ishlab turgani bois, sinf xonalari doimo issiq va mo'tadil. Mana Prezidentimizning tashabbusi bilan hamma joylarda obodlashyapti, ma'naviyat kirib kelyapti. Mana shu qatori biz ham 25-maktab Rishton tumanidagi maktabimizni obodonlashtirishlari, issiqligimiz, hamma yo'llarimiz joyida yonyapti. Mana foyalarimizda gullar ko'karyapti, atrof chiroyli holatda turibdi. Bu endi maktabimizdagi birinchi o'rinda mana bu jamoamizning birdamligi. Hamma narsa shu birdamlikdan kelib chiqadi. Jamoa hammasi birlikda ishlaymiz, birdamlikda hamma o'sha holatda ish olib borganligidan dalolatdir. Biz asosiy maqsadimiz endi shu ta'lim sifatini ko'tarish, maktabda tinch muhitni saqlash, obodonlashtirishlarni yo'lga qo'yib borish. Ha, ertaklar olamini ko'rmoq istasangiz, Yo'lma mahallasidagi 25-maktab hududiga boring va u yerdagi manzaradan bahra oling. Sherzod Sidiqov, Yunusali Meliboyev, Asrorjon Tolibjonov maxsus tuman hokimligi axborot xizmati uchun Yo'lma mahallasidan